sizlarga taqdim etmoqchi bo'lgan mavzularimizdan biri hozir Start Winning Money Marsh. Assalomu alaykum akustik kuzatuvchilari. Bugun sizlarga yana bitta yaxshi mavzu haqida ma'lumotlar tayyorlab qo'yganmiz. Bu mavzulardan biri nima uchun eshitishida muammosi bor odamlarga aynan yuqori texnologiyali eshitish moslamalari tavsiya qilinadi. Ya'ni hozirgi kunda biz akustik markazlarimizda, eshitish markazlarimizda har bitta bemor bilan individual holatda, ya'ni eng yaxshi apparatlarimizni taqib, ularga eshitish imkoniyatini taqdim etishni yo'lga qo'yganmiz. Ya'ni har bitta kelgan insonga uni masalan moliyaviy, ijtimoiy kelib chiqishidan qat'iy nazar eshitishidagi muammoni maksimalniy imkoniyati bor eshitish moslamasini qo'yib ko'rish va unga maksimalniy darajada eshitish imkoniyatini berishni yo'lga qo'yganmiz. Bu nima uchun? Ba'zi holatlarda e'tirozlar bo'lib qolyapti bizga murojaat qiluvchilar. Nimaga sizlar bu imkoniyati ko'p apparatlarda, ya'ni premium darajadagi eshitish moslamalarini narxi ham balandroq bo'ladi. Shuni hisobga olgan holda ular bizga e'tiroz qilishyapti. Nima uchun sizlar bunaqa qimmat apparat qo'yyapsizlar? Bizga arzonrog'i kerak, bizda bunga imkoniyatimiz yo'q degan vajlarni ko'rsatishyapti. Lekin biz nima uchun hozir aynan mana shu tizimni yo'lga qo'yyapmiz? Ya'ni maksimal darajada imkoniyati bor, ya'ni raqamli eshitish moslamalarini ham eng mukammal, eng funksiyasi ko'pi kelayotgan mijozlarga taqib ularni eshitishi tiklab ko'rsatib berilyapti. Shuni tushuntirib berishga harakat qilamiz. Avvalo bitta narsani tushunib olishimiz kerak. Bizga Xudo bergan qulog'imiz, ya'ni tabiiy eshitish darajamizda aynan biz eshitayotgan tovushlar, misol 20 gertsdan 20 kilogertsgacha bo'lgan chastotalarni 0 detsibeldan 140 detsibelgacha oralig'ida eshitishga mo'ljallangan. Ya'ni eshitishdagi muammolar aynan mana shu chastotniy oralig'lar yoki mana shu detsibellarda qanchadir darajada pastroq eshitish bilan uzviy bog'liq hisoblanadi. Ya'ni biz agar eshitishdagi muammolar 3-4 daraja bo'lganda uni biz 100% oldingi tabiiy holatga qaytarishimiz, ya'ni aynan eshitish moslamalari bilan ham qiyin holatga kelib qoladi. Lekin imkoniyati boricha aynan bu eshitishdagi muammosi borlarga ularni eshitish darajasini pasayishi aynan qayerlarda xalaqit beryapti. Ya'ni misol uydami, to'ydami, bozordami yoki shovqin joylardami, ishxonadami, bu narsalarni o'rganish orqali biz ularni muammosiga yechim berishga harakat qilyapmiz. Shuning uchun bizda maksimal darajada bu eshitish moslamalarini turlari, ko'rinishiga qarab har xil bo'lishi mumkin. Kimgadir mana bunday simli apparatlar, kimgadir quloqni ichiga, kimgadir mana bunday komplekt o'ng chapga baravar qo'yiladigan apparatlar qo'yilishi mumkin. Kimgadir Oticon brend, kimgadir Resound brend, kimgadir Signa brendi da eng yaxshi apparatlar ikki tomonlama qo'yib sinov taqdim etilishi mumkin. Buni asosiy sabablaridan biri bu bizni tabiiy eshitishimizga bog'liq. Ya'ni biz tabiiy holatda eshitganimizda, aynan shovqin joyga kirganimizda, tinch joyda yurganimizda, to'ylarda, ishxonada bizni miyamiz avtomatik tarzda bu tovushlarni qabul qiladi. Ya'ni ortiqcha bizga keraksiz tovushlarni miyamiz avtomatik tarzda ajratib tashlaydi. Ya'ni bir konditsionerda ovozi shovqin qilib turgan bo'lsa, boshida bir eshitamiz, taniymiz va konditsionerda ovoziga o'zi e'tibor bermaymiz. Yoki mashina ishlab turgan bo'lsa, qandaydir stanok ishlab turgan bo'lsa, uni boshida kirganda o'sha muhitga e'tibor beramiz, tanib olamiz va miya uni avtomatik tarzda chiqarib tashlaydi. Endi bu eshitish bilan muammo bo'lganda qanday bo'ladi? Eshitish bilan muammo bo'lganda, unda masalan agar eshitish moslamasi qo'ymaganda o'sha stanoklar, ortiqcha shovqinlar eshitilmaydi. Shu bilan birga odamlarda, insonlarda ovozi ham, kerakli tovushlar ham pasayib ketadi va bundagi muammolar yuzaga chiqishni boshlaydi. Aynan biz taqdim qilayotgan apparatlar ana shunday akustik muhitlar uchun juda ham qulay hisoblanadi. Ya'ni biz bu holatlarda, misol odamlarni mesela ko'chada, uyda, to'yda yoki darsda yoki ishxonasiga kerak bo'lsa 2 kun, 3 kunga sinovga beramiz eshitish moslamalarini. Aynan o'sha holatlarda hisobga olgan holatda aynan uyida taqib ko'radi, ishxonasida taqib ko'radi yoki masalan oila davrasida qanaqadir tadbirda ishtirok etib ko'radi.
bo'ladi va u yerdagi holatni bizga tasvirlab berishlari kerak bo'ladi. Ya'ni masalan shovqinli joyda qanaqa eshityapti, ko'pchilik bilan suhbatda qanaqa eshityapti yoki ishxonada qanaqa eshityapti. Ba'zi odamlar shovqin joylarda yashaydi. Ya'ni katta yo'l bo'ylarida yoki qanaqadir tikuvchilik fabrikalari, qanaqadir sexlarning yonlarida yashovchilar bor. Doimiy shovqinli muhitda yashaydi va ana shu muhitda biz taqdim qilgan eshitish moslamalari bilan foydalanib ko'rishadi va u yerdagi o'zlarining holatlarini bizga tasvirlab berishsa, biz mana shundan kelib chiqqan holatda agar ularga shu apparat kerakmi yo'qmi, aynan shu funksiyalar ularga xizmat qiladimi yo'qmi, buni aniqlashimiz uchun biz ularga maksimal darajadagi imkoniyati bor apparatni qo'yishimiz kerak bo'ladi. Agar bularga biz ular xohlagan yoki arzonroq yoki bazaviy segmentdagi yoki analogiy apparat qanaqadir yoki boshqa tipdagi soddaroq funksiyalarga ega eshitish moslamalarini qo'ysak, aynan bu apparatlar bilan ham eshitish mumkin, tushunish mumkin. Faqat aynan bir xil akustik muhitda. Ya'ni masalan tinch xonada bir kishi bilan gaplashganda, bu yerda hech qanday misol qimmat apparat qo'yish shart emas yoki aynan sifrovoy bo'lishi shart emas. Oddiy usilitel bilan ham bu yerdagi muammoni hal qilish mumkin. Lekin siz bilasizki, biz ham bilamiz, ya'ni hech qaysi inson hayoti davomida misol yolg'iz yashaydiganlar ham aynan bir xil akustik muhitda yashamaydi. Ya'ni faqatgina bitta uyning ichida faqat bitta odam bilan gaplashib yoki faqat bitta televizor ko'rib yashamaydi. Har bitta insonni o'ziga yarasha qiladigan ishi bor, qiladigan vazifasi bor, boradigan joyi bor. Bu yerlarda uyidan chiqdimi, akustik muhit uzviy ravishda o'zgarib boradi. Ya'ni ko'chaga chiqdi shovqin, xonaga kirdi tinch, magazinga kirdi boshqa hissiyot bo'ladi. Bozorga chiqqanda boshqa, to'yga borganda boshqa, mehmonga borganda boshqa. Agar ularga sodda apparatlar bilan yoki analog yoki kam funksiyali apparatlar bilan bunday muhitlarda birdaniga apparat bilan yordam berishimiz qiyin bo'ladi. Biz shuning uchun ulardagi asosiy muammolarni aniqlash uchun ham eng yuqori texnologiya ega apparatlarni tavsiya qilamiz, bularda sinab ko'ramiz. Shu orqali biz ularga kerakli tovushlarni aniqlab olamiz. Bu ham bizning tekshiruvimizning bir usuli hisoblanadi. Ko'pchilik buni marketing, bular qimmat apparat yoki ikkita apparat sotish usuli deb qabul qilishadi. Yo'q, unday emas. Bu tekshiruvning keyingi bosqichi, ya'ni eshitishdagi tekshiruv bosqichi. Ya'ni audiometriya tekshiruvi, timpanometriya tekshiruvi aniq tashxis qo'yilgandan keyin biz ularni subyektivniy eshitish holati, ya'ni qanaqa tovush ularga qanday ta'sir qiladi, baland tovushlar, past tovushlar, shovqin qanday ta'sir qiladi eshitish moslamasi bilan. Buni aniqlashimiz uchun aynan shu yuqori texnologiyali eshitish moslamalari ikki tomonlama qo'ygan holatda biz ularning holatlarini o'rganamiz va ularga mana shundan kelib chiqqan holda asosiy xulosalarni beramiz va qaror qabul qilish eshitishda muammo bor odamlarda o'zida bo'ladi. Agar kimdadir sizlarda misol yaqiningizda yoki bir tanishingizda yoki eng misol qarindoshingizda aynan shunaqangi muammolar kuzatilayotgan bo'lsa, bizda akustik xodimlariga murojaat qiling. Bu degani misol apparatlari qimmat yoki aynan eshitish moslamasidan boshqa yechim yo'q degani emas. Har bir insonning eshitish darajasi individual hisoblanadi. Kimgadir eshitish moslamasi kerak, kimgadir kerak emas. Kimgadir quloq orqasidagi kerak, kimgadir quloqning ichidagi kerak. Bu individual eshitish darajasini tekshirgan holatda, eshitish moslamasini toqib undagi holatlarni kuzatgan holatlarda keyin aniq xulosa qilish mumkin bo'ladi. Agar yana sizlarda mana shu mavzular bo'yicha qo'shimcha savollar bo'lsa, takliflar bo'lsa, biz video ostidagi telefon nomerlariga bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. O'zingizga yaqin bo'lgan filiallarimizga murojaat qilib, u yerdagi xodimlardan individual tarzda o'zingiz uchun yana ham yaxshiroq, foydaliroq maslahatlarni olishlaringiz mumkin. Bizni kuzatishda davom etinglar, sog' bo'linglar.